Sizlarga bitta narsani ko'rsataman, qaranglar. Benzin tezlik cho'kinidan ko'rasizlar, bundan ko'rasizlar. Chaqatamiz. Va bu narsa qaytib tushadi. Benzin mutniyligini ko'rasizlar. Va ana ko'rasizlar qaytib tushyapti mana. Ko'ryapti? Mana. Suv. Mana, suv. Suv deymizmi? Ochamiz. Qaranglar. Foydasi yo'q, ham benzin mutniy, ham suv. Endi bu yerda judayam ko'p-da bu ikkita benzin bak uchaydigan narsa. Shuni qaranglar, mana qaranglar. Ko'rasizlar, oqib mana. Hozir buni sizlar bilan bakka qo'yib yuboramiz hozir. Hozir uni parankamiz yo'q ekan, hozir qo'yamiz, qaranglar. Ana qaranglar, joyida, no'tdan qaranglar, voy mashaalloh, ana qaranglar. Tegini qaranglar, bizib tashyapti, ko'rasizlar, ishlab tashyapti. Qaranglar, endi buni sal itarib turamizda, mana buni ko'rasizlar. Benzinni ko'rdinglar, tegini ko'rdinglar. Qaranglar. Nima deyapti? Nima deyapti? Ko'rdinglar mana? Mana hozir. Mana nita 936 qanaqa ishlaydi mana. Mana buni ko'rasizlar, mana. Tegini qaranglar qancha bitdi. Bu yo'q bo'lib ketdi mana. Ko'rdinglar mana cho'kindi, bitta massa bo'lib mana shu holatga keldi. Mana shu videoni ulashib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi, mana qaranglar. Endi unda juda ham ko'p edi. Mana holat. Mana. Ham tiniq, ham cho'kindi yo'q. Benzin bilan bitta massa qo'yardi, все. Endi bu nima bo'ladi? Yonib chiqib ketadi. Shuning uchun har doim aytaman, nita 936 dunyoda analogi yo'q bo'lgan mahsulot nomer 1. O'zbekiston olg'a deydi-yu. Uz brendi, bu Uz brendi to'g'ri dunyoga tanitamiz. Bunaqa mahsulot yo'q, mana benzin cho'kindi, ko'rdinglar, chayqatdim, tushyapti, endi yo'q. Endi buni sizlarni olamizda, bakka qo'yib yuboramiz. Ketdik deydi-ku. Mashina 936 zo'r narsa deydi, shuni bakka qo'yaman, ko'paytirib qo'yib yuborib, mashina bir mazza qilib yursin, turbomotor. Chunki bakim to'la, benzin ko'p. Mana qaranglar. Ko'rdinglar-ku, qanaqa tiniqlashtirib tashadi. Mana. Ko'paytiramiz, mashina bir shimaza qilib olsin. Tortganda borib, namadada turib oladi-da. Uyaltirib qo'ymaydi, olib qo'yadi deydi. Shuni qaramiz. Va buni mashinadan qo'shib ikkala uni bakka qo'yib yuboramiz. Mana bu plenerga ketdik. Qo'ltiq tagiga. Mana. Mana qo'li negativ bor-ku. Qo'ltiq tagiga qo'yamiz. Ikkinchisini qo'lga olamiz. Videoni uzmagan holatda bakka qo'yib yuboramiz va mashina samolyot. Va mana shunaqa benzin uchrab qolsa, hozir varanka olamiz. Nima deydi? Bezarar. Varankani oldik. Eshigimizni ochamiz va inshaalloh bezarar 5 gaz o'tib ketadi. Tak, qo'yib yuboramiz. Mana benzin bitti. Mana cho'ldik. To'pa. Sahar soat 6 bo'lish arafasida qo'yamiz. Benzinimizni ochib olamiz. Tegida juda og'ir massa suv bo'lgan benzin edi. Mana hech narsa yo'q. Ko'tarib keldim, ko'rasizlar. Qanaqa mutniydi va tegida qanaqa ko'rdinglar asakani. Va uni bakka qo'yib yuboramiz. Chunki o'sha mana holat ko'rasizlar, top-toza, muammo yo'q. Hammasi cho'tki. Shuning uchun har doim aytaman, 936 bakka nima qilayotganinglarni bilmaysizlar. Shuning uchun har doim benzin quyishdan oldin bitta qo'yib yuborsanglar, xudo xolisa, yomon benzin uchrab qolsa ham bezarar 5 ga ketadi. Mana ko'rdinglar, hozir tegini, unga ko'rdinglar, ozgina quyib yubordim. Cho'tki bo'lib ketdi, rangini ham qaranglar. Oh. Mutniy ham asad bergan benzin. Mana bakka ketdi. Mana bu primer, turbomotor, bakka quyib yubordik. Xudo xolisa, ana endi mashaqqat holatda bezarar o'tib ketadi. Shuning uchun har doim tavsiya beraman. Salomat bo'linglar, mashina bizdan o'zingizga kasal bo'lmaydi.